Assalomu alaykum. Bazarqo'rg'on shahri, Bazarqo'rg'on, Gagarina ko'chasi, dokument bo'yicha 47-uy qizil kitob menen sotuvga chiqdi. Bahasi 7 million 200 ming so'm. Sülöşü joldoru bar. Jer ayanti 6 sotik. Uyimiz 6 bölmeden turadi. Qo'shimcha dag'i pristroykasi bar 2 bölme. Bu uy o'ta tinch yerda joylashgan. Xizr alayhissalom mesjidinden ildi tuzela tushib kelib, qizil do'kondan o'tgandan keyin, dag'i kichkina jurgandan keyin o'ng joqqa pavorot bar. Shu o'ng joqqa pavorot menen burib, sol joqdagi 3-jer uy. Kirganda o'ng joqda 2 bölme bar. Bu biri kuxnya, biri детский spalnya. Qo'shimcha dag'i 2 bölme. Bölmelerin içi to'lig'i menen remontdan chiqqan, aboylar jarmashtirilib, patologlari bitgan, bari jo'g'i jashooga tayyor. Alam degan odam o'zi kelib ko'rsa yaxshi bo'ladi. Baldarning kiyimlari, bari jo'qlari kichkina chachilib turgan ekan, o'shandaqdan to'lig'i menen kommuntalarda ko'rsatgani to'g'ri kelmay жатат. Andan boshqa bu jag'da dag'i qo'shimcha 2 bölmesi bor. Al endi bu jag'i 2 bölme atayin mehmonlar uchun qurilgan ekan. O'ta o'ng'ayli, o'ta shartlari yaxshi. Общий 6 bölmeli jashooga tayyor bo'lgan jer uy. Letniy kuxnyaga atayin pristroyka qilib qo'yibdir. Uzun naveslar menen. Zeleный zonasi. Darvoza joqdan kirganda tuzdeli 2 qo'shimcha bölmesi bor. Toza suv kirgan, qudug'i dag'i bor. Bu uyimiz 6 sotikdan turadi. Qizil kitoblari, dokumentlari to'lig'i bor. Barliq so'rovlar bo'yicha tomonda telefon nomerlariga chalib, so'rab bilib olsangiz bo'ladi. Bahasi 7 million 200 ming so'm. Sülöşü joldori bor.